Mana elektromobillar uchun elektrodvigatel 70-60-72 volt kuchlanishda ishlaydi. Quvvati 8000 watt, 8 kilovat. Neodim magnitlar asosida ishlab chiqilgan. Bu dvigatel o'ta tejamkor, elektr energiyasini tejaydi va o'ta quvvatli dvigatel hisoblanadi. Chunki mana hamma dvigatellarda biz bilamiz 3 ta faza, bu dvigatelda chiqish nimalari 6 ta faza mana. 6 ta bu fazalar bu dachik hol nimasi. Ana endi bu dvigatelda ishlatish uchun mana bu yerda kontroller bor, elektron boshqaruv qutisi. Mana elektron miya deymiz. Mana bu ham mana shunday ko'rinishga ega. Mana sovutish tizimi, alyumin radiator, juda katta, kuchli. Mana bu yerda mana 6 ta faza bu yerga ulanadi, qopqoqchasi ochilib, shu elektron boshqaruv tizimi. Bu yerga endi mana gaz pedali, boshqa speedometrlar, asboblari, priborlar mana ulanadi. Bunga qo'shimcha nimasida? Bu yerda mana bu kontrollerga uladigan boshqaruv knopkalari bor. Mana neytral, D'ga qo'ysak oldinga, knopkani bossak orqaga yuradi. Mana bu tezlik masalan, mana birinchi tezlikda, ikkinchi tezlik, uchinchi tezlik. Shunday amalga oshiriladi. Mana bu gaz pedali mana. Mana bori shu. Bu elektromotorni boshqarish. Mana bunga elektron miyasiga bog'liq bo'ladi. Bu elektron miyaga har xil programmalarni qo'shish mumkin. Masalan, aylanish оборотini tezlatish mumkin, kamaytirish mumkin, quvvatini oshirish mumkin, aylanish momentini nimasini qo'shish mumkin. Shunaqa imkoniyatlari bor-da. Buni обороти 6000 оборотgacha yetishi mumkin. Lekin рабочий обороти 3000-3500 оборотda bu mo'ljallangan. Kerak bo'lsa mana programma kontrollerni programmalashtirib buni оборотini 6000gacha ko'tarish mumkin. Buni imkoni bor. Texnik pasportida shunday deb yozilgan. Bo'ldi. Bu mana 8 kilovatli 72-60 voltli elektrodvigatelni yengil avtomobillarga o'rnatsa bo'ladi. Masalan, Tico, Matiz, Nexia 3 avtomobillariga masalan dvigatel o'zini dvigateli ichib qo'yib korobkasiga ulansa, korobka передачаga mana ishli mexanizm, mana shlitsa deyiladi. Shu bilan qotirilsa plita qilib, demak, to'g'ri avtomobilimiz elektromobilga aylanadi. Tezligi 100 km/soatgacha chiqishi mumkin. Mana endi hozir yana ikkinchi videoni ko'rsatamiz. Unda bu o'rnatiladigan tayyor orqa o'q bor. Zadniy most deyiladi, elektrический zadniy most, korobka передачасы bilan birga. Chizmasini yuborib, zakaz berib tayyorlatdik. Elektro zadniy most deymiz. Bu yerga bo'ya ko'rsatgan 8 kilovatli motorimiz joylashadi. Mana korobka передача ham shu mostni o'zida joylashgan. Mana bu mana rechagi bor. 4 ta скоростli, 4 ta tezlikka ega. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi neytral nimasi bor. Ruchkani surib turib, bu yerdan mana tros orqali boshqarish mumkin tezlikni. Podyomlarga chiqishda yoki dalada, boshqa joyda yurgan paytida mana пониженный скорость yoki shaharda yurganda kerakli tezlikni tanlash mumkin bu orqalida. Ana endi bu mostni bir afzallik tomoni mana bu trubalari nihoyatda baquvvat, 2,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallanib yasattirdik buni zavod Datay zavodida. Mana tormoz barabani bor.
nimada, korobkada shpilkalar tormoz barabanida joylashgan, g'ildirak qo'tadigan. Mana bu tormozlarning diametri 250 mm, 125 cm. Tez yeyilib ketmasligi uchun. Tormoz tizimi mana gidravlika tizim. Jidkis bilan tormozlanadi. Stupitsa kiyiziladi, bu yerda nimasi bor, mana katta gaykasi qo'yib, zastaparet qilinadi, bo'ldi. Endi bu asosan Labo va Damas avtomobillari uchun yasatilgan. Mana o'lchamlari Damas va bu avtomobillariga to'g'ri keladi. Faqat 13 dyumli disk o'rnatiladi. 12 dyumli disk sig'maydi bunga. Ve Labo avtomobili uchun Damasga chiqarilgan 13 dyumli maxsus disklar bor, g'ildiraklar. O'sha bunga tushadi. Keyin boshqa avtomobillarga ham moslashdi. Buni imkoni bor. Mana barabanda hozir 5 ta stupitsa, 4 ta stupitsa, shunaqa nima shpilkalari bor. Qaysi havaskorlar qaysi disk qo'yishmoqchi, qaysi mashinaga qo'yishmoqchi bo'lsa, o'sha disklarni barabanda tochka belgilari bor. O'sha disklarga teshib beramiz, to'g'rilab.